Simpatichna. Qo'shniki supasprotdi. Ilohim uy o'rganimizni bilsin-da. Uygamisiz qo'shnijon, kecha Muhammad bilan tuxumbarak chiqargandim. Uylarga hech kim yo'q deb qaytarib ketiribdi. Ha, yangi uy oldik. O'shani afarmilanasiga yurdik. Ha, mayli qo'shnijon, erta kadubarak pishiraman. Muhammad bilan o'shani chiqartiraman. Maza qilib yeysiz. Xayri tuxumbarak bilan kadbarakka. Yangi uy o'rganimizni famiga ham bormadi. Yanga, onam aytdilar tuz beray ekansiz, uyga tuz qolmabdi. Muhammad, ana bu tuzbacham. Hozir shuna onang yo'llarga borasan-da-yu, bizning uy o'rganimizni onangga aytg'ay. Ha, yangajon, bu bora qo'ysin. Tuz bermaysizmi? Mayli yanga. Jonga ham tegdi bu uy o'rgani, hamma billa, hammaga aytsin endi. Hamsoya, yangilikni eshitdingizmi? Latofat opani ikkita kelinni achchiqlab ketibdi. Bilasizmi, urushlari 7 mahallaga, mengacha ham kelardi-ku. Nima uchun sig'maganda? Ikkita kelin bitta uyga sig'armidi Hamsoya? Bu qo'shni bizning yangi uy o'rganimizdan xabariz yo'q. Qo'shni, siz ham har kun uy o'rganingizni aytib ana sherimizga keldingiz-da. Yo'q, men maqtanmayapman. Prosta aytamanki, shu biz Modern House'dan yangi uy o'rgandikda shaharda markazidan. Shu Latofat-ni Lutfiyam u qo'shnisi kim? Ikkita keliniga o'lib bersa bo'ladi, shuni aytmoqchi edim-da. Ha, endi ular sizdan sharaq pul yo'q-da, o'zi ikkita kelinni bitta uyga sig'dirib o'tiribdi. Unaqa emas, 150 million so'm boshlang'ich to'lov to'lasa, 1+1 aksiyaga kiradi. Ikkinchi uyni esa Modern House qo'shib beradi. Qolgan summani 70 oyga ikkita o'g'sin ishlab to'laydi-da. Oling, bizani uzumdan ham bir yeb ko'ring. Uyda hamma joyga shav-shuv bo'ldi, Modern House. Namozgoh siti deb. Eshitmagansiz-da? Bo'ldi, ular muammosi endi meni qiziqtirmaydi. Bunaqa imkoniyat bo'lsa endi o'zim qilishni bilaman sizga. Yashang, hovli olma, qo'shni ol. Siz ham biz bilan qo'shni bo'ling, Modern House uylardan sotib oling.